Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga bir kishi kelib, menga nasihat qiling ey Rasululloh deganida, payg'ambar alayhissalom la tag'zob dedilar, g'azablanma dedilar. Jahling chiqmasin, g'azablanma dedilar. Yana aytdi, nasihat qiling, g'azablanma dedilar. 3 marta qaytardi, 3 marta payg'ambar alayhissalom g'azablanma dedilar. U kishiga xos bo'lsa ham, lekin bu nasihat butun ummatga xos. Hozirgi ya'ni hozirgi holatimizga nima aloqasi bor buni? G'azablanmaslik bu odam o'zini nafsiga ega chiqish, ya'ni ega bo'la olishlikni alomati bu. Shunga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kurashda kuchi ko'p odam, yiqitadigan odam kuchli emas. G'azabi kelganda o'zini ushlab tura oladigan odam kuchlidir deganlar. Ya'ni g'azab kelgan paytda o'zini bosar tusarini bilib olishlik, nafsiga sohib bo'lishlik, nafsiga ega bo'lishlik kuchlilik alomati bo'ladi. Bu g'azab paytida. Ya'ni juda ham qiyin holat bo'ladi. Shunga nafsimiz yoqtiradigan, hammamizda bo'ladi bu narsa. Menda ham bo'ladi, hammamizda, sizlarda ham bo'ladi. Nafsimiz yoqtiradigan paytda nafsimizga damin ol deb turib, savob amalga chiqishga ya'ni kuchimiz yetadigan darajada bo'lsak, shunda biz kuchli odam bo'lamiz. Tushunarli?